Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan oq, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytillar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, roman Ili do'lqinlari, Sabit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'ja Niyoz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 6-bob. 1. U kundikiga o'xshash ish kiyimlarini kiyib, saharda ishqa mangdi. Yer jahon yorib ketgan bilan quyosh texi chiqmagan. Tunugun qorong'u tushguncha ko'chalardan ko'tarilgan chang to'zonlar kechicha besiqib, havo suzilib ketgan. Shahar vang cho'nglari texi boshlanmagan bo'lib, shahar ichi tinch edi. U yarishimliq burut qo'ygan va har qatim saqalini olganda burtini qirqib turadi. Uning ish kiyimlari boshqa ishchilarga o'xshash moylashib, kirlashib ketmaydi. Pokiz ishlaydi va ish kiyimlarini pat-pat yuvib turadi. U uzundan uzun egiz kumulash tomni bo'ylab, ig'ir qadam bilan zavod darvosiga qarab ketyotidi. Biroq uni yo'lning chetida yuz berayotgan munu bir ish to'xtatib qo'ydi. Nim bo'ldi, uka? Qaramamsiz, bog'dan olma akilayotsam, Munu saqchi, to'xta, bu yoqqa kel, dedi. Oldiga kelsam, olmamning sarxillaridan 7-8 ni elib olib, pulni bermay zo'rliq qilyotidi, dedi chiroyida qon qolmagan 14-15 yoshlar chamisidagi bola. Uning yonida 2 sivat olma bo'lib, bola apkashni tutqunicha saqchiga g'azabli ko'zlarini tikib turadi. Saqchi bolaning so'zlariga pisand qilmay, ha deb yo'g'on bir olmani varsildatib yavatadi. Ko'rdingizmi, aka? Mushundoq zo'rliq qilsa bo'lamdi? Bolaning yongan ko'zlarida yelinish, yolvurish, o'ziga yordam tilash, shundoqla yig'ilib o'tadigandak ruhiy holat aks etmoqda edi. Ishchi kiyimli kishi saqchiga bir nim deydi deguncha, saqchi uningga qo'llarini shiltib gulaydi. Sen yo'lingga mingiver, aralashma. U hech ish bo'lmagandek ikkinchi olmani maydasiga surkab qo'yib ig'iz soldi. Arzigudakmi pul emaskan, saqchi apandi, dedi u past ham siyliq un bilan. Bervatsangiz bo'ptikan? Yo'qol ko'zimdan. Sana salohliqni kim qo'ydi, ha? Saqchi uning oldiga devaylab keldi. U uning qo'pol ham ahonatlik so'zlariga e'tibormi qilmay, baqqal bolaga qaradi. Bo'ldi, uka, yo'lingga mang. 5-6 tal olmaga o'lmaysan, dedi baqqal bola uningga. Bekardan bekar olmalarimning bosh burnini uningga yugizib qo'yamdim, dedi jili bo'lib. Bo'ldi, ket, bekar hili harom tayoq yeysan. Gapimni angla, uka. Mang deyman, mang. Baqqal bola sivatlarga apkishini o'tkazib qo'ding'ishib, ochiqida sivatlarni davolg'utib yurib ketdi. Ishchi kiyimli kishi boshqa gap qilmay, xotirjam olmay yeyotgan saqchining yanqiga kelishtirib bir mush soldi. Saqchi tuyuqsiz berilgan kuchlik zarbidan orqasiga tiringida uchib ketdi. U mundoq bo'lar deb qilcha o'ylamagan, hozirgacha mundoq zo'rliqlari untinsiz davomlashib kelgan edi. Lekin ishchi kiyimlik odam bir musht bilan to'xtab qolmadi. Ko'zlari yerim echilib, o'ngdisiga yotgan saqchining och beqiniga 2-3 ni tepivetdi-da, hech ish bo'lmagandek yo'lga ravon bo'ldi. Saqchi ichi qorong'ulashib ketdimi, yoki tayoq qattiq tegdimi, ish qilib, hushsizlanib sunaylanib yetib qoldi. Sharq qon rangiga kirganda quyosh tog'lar ustidan ko'tarilib chiqdi. Qizg'uch qiniq holrang quyosh sho'lisi dal daraxtlarning ushlarida o'ynamoqda. Uning aralarida qushqashlar vichirlashib, shahar vang cho'nlarining boshlanganligidan darak bermoqda. Ishchi gudukdan burun zavodga yetib kelib, har qaysi sixlarga kirib bo'lish kerak. Ular orqamu orqa kelib darvozada turgan saqchiga ishchilik kinishkisini ko'rsatib,
zavod ichiga kirmoqda. Aldirishib kelguvchilar barg'ansiri ko'paymoqda. Güdükdən keyin qolgan ishchilar hargiz zavodga kirgizilmaydi. Shuning bilan uning bir kunlik ish haqqimi berilmaydi. Bu zavod bino bo'lgandan tortib hozirgacha davomlashib kelayotgan tuzum. Xiloflik qilg'uvchilar kechirilmaydi. U temir darvoza oldiga kelib, darvozanga kinishkisini ko'rsatib kirib ketdi. U kirib 10-20 qadam mangmayla güdük chilinib qoldi. Zavod ichida yung, tera ashlagan seriq suv va teridan chiqqan go'sht qoldiqlari beqsib turadi. Bu sesiqchilikqa zavoddagi ishchi xizmatchilar ko'nib ketgan bilan zavod oldidan o'tgan har qanday odam ig'iz burnini etadi. Hili ko'chada bo'lib o'tgan ish uning esida turibdi. Biroq uning chiroyida na qo'rqish, na andisha, ansizlik alomatlari ko'rinmaydi. Әмді u zo'rliq qilishga osonlikcha petinolmaydi. Eng bo'lmaganda himoya qildiganlarning chiqib qoldiganligini o'ylab qoladi, deb o'ylamoqda edi u. U six ishikiga yetib berishiga kaynidan biri chaqirib qoldi. Zayniddin ishtik kayniga burilib, zavodning pakinak buxgalteri Hasanjanni ko'rdida to'xtadi. Seni xo'jayin yordamchi masterlik texnikalik darajasiga ko'tiribdi deb anglayman-ku. U kulimsirab gap qilayotgandek qilgan bilan chiroyida qandaqdir ma'sitmaslik ta'na ifodalanib turadi. Shundoq o'xshaydi. Zayniddin eransizlik bilan javob berdi-da, mengishqa tamshaldi. Bosh texnikdan yaxshi yugan, dedi Hasanjon buxgalter yetib kelib. Masterlik asta-asta sana qoladigan o'xshaydi. Zayniddin ön chiqmay siqqa kirib ketdi. Ammo Heliqi tayoq yeb hushsizlanib qolgan saqchi 15-20 minut o'likdak yetib, hushiga kelib qoldi. O'rnidan asta turib, kiyim-kechaklarini qiqishtirib, uyoq bu yoqqa qaradi. Olmichimu o'zini tuyuqsiz urvatgan odammu ko'rinmaydi. Meni urishga petingan qanchalik nimidi u? Uni topmay qo'ymayman. Kiyim-kechaklariga qaraganda ishchidek qiladi, deb o'yladi u. Ochiqida saprayi o'rlab. Muno zavodning ishchisi bo'lsa kerak. Uning ko'kirib ketgan o'ng qapqi va ichining qayerdir bir yerlari zing'ildab og'rib turadi. Og'riq o'ch elish istikini qo'zg'ab, uni har ko'yga salmoqda edi. Shu oraliqda alaygan ko'zlari nerida ikki sivatni apkash bilan ko'tarib ketayotgan bir odamga tushdi. Ana, hiliq olmichi, yiroqqa ketmabdi. U uni biladi, bilmasa bo'lshamdi. U shundoq o'yladi-da, og'riqni unutib shu yoqqa qarab yugurdi. Berib qarasa, u hiliqi olmichi bola bo'lmay, cho'ng yoshliq odam ekan. U yerdan yenib, zavodga qarab yugurgandek tez mandi. Zavod ichiga kirib chekchaygan ko'zlari bilan u yoq bu yoqqa qaradi. U naga berishni, qaysi bo'lim ishxonalarga kirishni bilmay turib qoldi. Qattiq so'qiyotgan yuragi uning naga bo'lsa-mu tezroq qadam tashlashni undab turadi. Oxir u uzun ketgan ishxona binosiga kirdi-da, zaldagi nurg'un eshiklarning biriga kirdi. Bu buxgalter Hasanjonning ishxonasi edi. Hasanjon buxgalter uningga sapsilib qarab, "Xo'sh, saqchapandi, nima ish bilan kirdingiz? Birisini izlab kirdingizmi, qandoq?" deb so'radi. "Shundoq, bir ishchini izlab kirdim. Sizlardan bir ishchi meni urib qochdi." U ko'kargan yerini ko'rsatdi. "Qachon?" "Yiliroqda, texi yarim soatmi bo'lmadi." "Nima ish urdi?" "Bilmayman." "Bu qandoq gap? Sababsizlar urdimi?" "Mundaq gap. Bir olmichidan olmayilib, amdi pulini berib etay deb tursam, tuyuqsizlar ishchi kiyimini kiygan biri urvatdi. Bo'lmasa men uningdan tayoq yeydigan odam emas edim. Tuyuqsizlar bekordan bekorsini nima ish urg'andi? Men hayron qilyapman. Nima ish urganligini un tepib ko'rsatib qo'ymoqchiman. Ham topmay qo'ymayman. Un tunimsiz, ko'rsam tuniyman. Bizni nima qildaysiz? İşçilarning hammasini tizlik bilan ho'yliga yig'ing. Uni ko'rsamlar jazman tuniyman. Bo'ling." Hasanjon buxgalter ochiq kuldi. "Men zavod xo'jayini emas. Mundaq qilganimi bo'lmaydi. Bir minut ish to'xtasa, zavodga qanchalik ziyon bo'lganligini bilamsiz?
xo'jayinmi ish to'xtatolmaydi. Saqchi apandi, uning bilan mening ishim yo'q. Hukumatning saqchisiga musht atgan odam sizlarning zavodda. Uni topmasam, tegishli jazosini beradigan yerga aparmasam, hargiz bo'lmaydi. Uqdingizmi? Saqchi nihoyatda terkib jeli bo'lib ketgan edi. Buxgalterning o'ziga yondashmayotganligidan bir o'rinda turolmay tipirlaydi. Chalvaqib u yoq bu yoqqa mang'atdi. Derazadan sirtlarga qaraydi. Achchig'i shunchalik tutgan ediki, chika tomirlari birlik ko'pib ketdi va arlab tepik yegan beqillarini tutib besib qo'yatdi. Ko'kargan qopqini silaydi. Buxgalterning g'am tortmay o'ltirganligi uningga alam qilmoqda edi. Siz o'ltirib turing, men xo'jayiniga aytib boqay, dedi buxgalter. U xo'jayinning yiniga manmu kiray demoqchi edi. Biroq og'izni o'mallab gap qilg'icha buxgalter chiqib ketdi. Hasanjon xo'jayinning eshigi oldiga kelib, adab bilan eshikni yenik chekdi. Xo'jayin ruxsat qilgandan keyin bo'limga kirib keldi. Ha, nima ish? Buxgalter o'ri turgan peti bir saqchining kelganligini, saqchining ig'zidan chiqqan gaplarni to'liq bayon qildi. Ham saqchining alpozining yomonligini, o'zlariga qattiq talab qo'yib turayotganligini qo'shib qo'ydi. Bekardan bekarga uribdimi? Shundoq, o'zi shundoq deydi. Bekardan urmag'andi, biror sababi bordir. Uning ustiga u saqchi tursa, fuqarolar hozir saqchidan o'lgudek qo'rqidi. Sarang odammi saqchiga qo'l ko'tarolmaydi. Uningda cho'qim bir sabab bor. Menmi shundoq o'ylayman, xo'jayin. U olmachidan olma olgan, tayinliq pulini bermay zo'rlik qilgandi. Shu ishning ustiga u ishchi kelib qilib, olmachiga ichi og'rib, saqchini urib qochgan bo'lishi mumkin. Menmi shundoq o'ylagan, xo'jayin. Lekin bu gaplarni uningga aytishga tilim bormidi? Dedi Hasanjon buxgalter. Menmi qo'rqdim degina? Hozir hukumat odamlari bek yadidan eshib ketyotidi. Mundaq ishlar ko'payib ketdi. Ozroq bo'lsa-mu haq berishi kerak-da. Uning ustiga u bizning ishchimi, emasmi, unimi bilmaymiz. Ishchi kiyimi kiyib olsa, bizning zavodning ishchisi bo'lavermaydi-da. Chidamliq bo'ladi deb ishchi kiyimi kiyib yurganlarmi ko'p. Uning xiyolidagi odamni biz nadin tepib beralaymiz. Chiqib et, senmi yaxshi debsan. Ishni bir minut emas, bir sekundmi to'xtatqili bo'lmaydi. Bizning zavoddan gumon qilsa, tushda ishchilar tamoqqa mangadi. Shu chaqda darvozaning sirtida turib tunib olsin. Texi ishni to'xtatib, o'ylig'i yig'ib bergudekmiz. Ilishib qopdimi u? Bu gapini daryoga berib yiqtibatsin. Xo'jayin o'rnidan turib ketdi. Hasanjon buxgalter yenib chiqib, saqchiga xo'jayinning gapini ochiq aytdi. Saqchi g'udunshib ichida bir nimalarni deb qaytib chiqdi-da, darvozaning yinida heliqi ishchini tutmoqchi bo'lib turdi. U yenidan tamaka chiqarib, uni tutashtirib chekib o'ltirdi. Tush bo'lay deb qolganda qora ko'k sarjidan kostyum burilka kiyib, bo'yniga tegi kulrang, karshinvoy yo'lliq galastuk asqan xo'jayin qizil gilam silingan yo'lanchuklik xodiqqa o'ltirib, zavod ichidan chiqib keldi. Tömür darvozaning qanotlari ulug' echivitildi. Xo'jayin xodiqning yo'lanchukiga yo'langan peti darvoza tuvida o'ltirgan saqchiga qarabmi qo'ymay, taraqlab chiqib ketdi. Saqchi uningdan aymangan bo'lsa-mu, lekin kaynidan ko'zlarini alaytib qarab qoldi. Hayal qolmay guduk chilindi. Ishchilar aldirash six-sixlardan chiqib kelishdi. Ishchilar qaytadigan chog'dimi darvoza ulug' echivitilmaydi. Yerib charchagan ishchilar darvozadan qistilishib chiqmoqda edi. Darvozaning ulug' echivitilmagini saqchining ko'nglidagidek ish bo'ldi. U ko'zlarini yo'g'on ichib chiqayotgan har bir ishchiga sapsilib qaraydi, lekin uningga tunish hiliqi chiray ko'rinmaydi. Saqchi uni hozirla tutib olaman degan umidda darvozadan chiqayotganlarning tugab qolganligini tuymay qoldi. U o'ngsili o'chgan holda u yoq bu yoqqa qarabla qoldi. Uning ko'zlaridan birda g'azab, birda ma'yuslik ifodalanib turadi. U uni qandoqmi ko'rmay qolgandi, lekin Zayniddin ishdan tushibla zavodning kaynidagi bog' temidan ortilib tushib, allaqachon uyiga ketgan edi. Davomi bor.